solih bandalarga nomai amollari o'ng tomonidan berilar ekan. Nomai amol yozilgan, farishtalar tomonidan yozilgan. Bu har bir ishni qilsak, albatta farishtalar tomonidan yozib qo'yilar ekan. O'sha amal daftarlarimiz o'ng qo'limizdan berilar ekan. Savob ishlarni ko'p qilsak. Gunohkor bandalarga esa chap va orqa tarafidan berilar ekan. Ana. Agar gunoh ishlardan tiyilmasak, gunoh ishlarni to'xtatmasak, farishtalar nomai amal daftarimizni orqa tarafimizdan va chap tarafimizdan berar ekan. Agar yaxshi amallarni ko'paytirsak, farishtalar nomai amal daftarimizni o'ng tarafimizdan berar ekan yoki oldimizdan kelib berar ekan. Quyidagi oyatlarda yuqoridagi ma'nolar zikr qilingan azizlar. Alloh taolo Qori'a surasining 6-9 oyatida siz bizlarga marhamat qilib aytayaptiki: "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu haviyah." Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, bas endi o'sha kuni kimning tarozida tortiladigan narsalari, ya'ni savob amallari og'ir keladigan bo'lsa, ana o'sha qoniqarli maishatda bo'ladi, ya'ni jannatda bo'ladi deyapti. Uning joyi jannatda bo'ladi deyapti azizlar. Ammo kimning tarozida tortilgan narsalari, ya'ni savob amallari yengil kelib qolib, gunohlari og'ir keladigan bo'lsa, ularning joyi do'zaxdagi jarlikdir deb Qori'a surasining 6-9 oyatlarida Alloh taolo marhamat qilyapti, siz bizlarga xabar beryapti. Shuning uchun men bexabar qolibman deyishga hech bir mo'min musulmonning haqqi yo'q azizlar. Chunki Qur'oni Karimda ochiq, oydin so'zlab ana siz bizlarga yetkazib qo'yibdi.